Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 1 iyuldan pensionerlar uchun kuchga kiradigan yangi talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensiya olayotgan insonlarga emas. Balki ota-onasi, buvisi, bobosi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida topshirilmasa yoki bitta ma'lumot noto'g'ri ko'rsatilsa, pensiya to'lov kechikishi, qayta hisob-kitob cho'zilishi yoki ayrim imtiyozlardan foydalanish qiyinlashishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nimalarga e'tibor kuchaymoqda? Kimlar albatta tayyorlanishi kerak? Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin? Qaysi xatolar eng ko'p uchraydi va amalda nima qilish kerak? Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim maslahatlarni men aynan amaliy qismda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida yetib borsa, ko'p oilalar ortiqcha yugur-yugurdan, navbatdan va asabiylikdan saqlanadi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar bir marta pensiyaga chiqqandan keyin hammasi hal bo'ldi, endi faqat pul tushishini kutaman deb o'ylardi. Haqiqatan ham uzoq vaqt davomida ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, joylardagi ma'lumotnomalar va pensiya jamg'armasi bo'limlariga shaxsan borish orqali yuritilgan. Masalan, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank hisob raqami, yashash joyi haqidagi ma'lumotlar alohida tekshirilgan. Ba'zan bir idorada bor ma'lumot boshqa idorada ko'rinmagan. Natijada odamning staji bor, lekin ba'zida aks etmagan. Ish haqi bo'yicha hujjati bor, lekin arxivdan tasdiq kech kelgan. Pensioner boshqa hudud ko'chgan, lekin pensiya ishi eski joyida qolib ketgan. Endi esa davlat xizmatlari bank tizimi, soliq ma'lumotlari, tibbiy ma'lumot bazalari va pensiya hisob kitoblari bosqichma-bosqich elektron tizimlar orqali bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi. Ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Ayrim arizalarni onlayn yuborish mumkin. Bank kartasi orqali to'lov tezlashadi. Qayta hisoblash jarayonlari shaffoflashadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Tizimda ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, eski hujjatlar raqamlashtirilmagan bo'lsa, familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, JSHIR yoki bank rekvizitlarida farq bo'lsa, muammo tezroq ko'rinadi. Ya'ni oldin qog'ozda bir amallab aniqlashtirilgan narsalar endi elektron tekshiruvda xato sifatida chiqishi mumkin. 20 iyuldan keyin pensionerlar uchun asosiy e'tibor shunga qaratiladi. Shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi, pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holatlar vaqtida xabar qilinishi, bank va manzil ma'lumotlari yangilanishi, qayta hisob-kitobga asos bo'ladigan hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida tayyorlangan odam hech narsadan qo'rqmaydi. Muammo odatda men bilmagandim, menga aytishmagandi. Hujjat uyda qolib ketibdi. Bank kartam muddati tugabdi. Telefon raqamim boshqa odam nomida edi degan joydan boshlanadi. Birinchi muhim masala shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlardir. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi amal qilish muddati tugagan bo'lsa, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana hujjatlari turlicha yozilgan bo'lsa, buni albatta oldindan aniqlashtirish kerak. Masalan, bir pensioner ayolning nikohdan oldingi familiyasi mehnat daftarchasida boshqa, hozirgi ID kartasida boshqa bo'ladi. Agar tizimda bu bog'lanish aniq ko'rinmasa, mehnat staji bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski pasport nusxalari yoki arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala bank kartasi va to'lov usulidir. Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini bank kartasiga oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki pensioner kartani yo'qotgan bo'lsa, pul kelmasligi yoki qaytib ketishi mumkin. Masalan, pensiya miqdori 1.200.000 so'm bo'lgan pensionerning kartasi iyun oyida muddati tugadi, lekin u buni bilmay yurdi. Iyul oyida pensiya hisoblangan bo'lsa ham to'lov o'tmay qolishi mumkin. Keyin odam pensiyani kesib tashlashdi deb xavotir qiladi. Aslida muammo bank rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun 1 iyulgacha yoki iyul oyining boshida kartaning amal qilish muddatini, SMS xabar ulanishini, telefon raqamini va hisob faol ekani bankdan tekshirtirib qo'yish kerak. Uchinchi masala yashash joyi va haqiqiy manzil. Ba'zi pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin boshqa tumanda farzandnikida yashaydi. Ba'zilar vaqtincha
boshqa viloyatga ketgan bo'ladi. Agar pensiya ishini yuritishda manzil muhim bo'lsa, xabarnoma, tekshiruv yoki qo'shimcha hujjat talab qilinganda pensioner topilmay qolishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar, parvarishga muhtojlar, nogironligi bor shaxslar yoki ijtimoiy yordam turlarini olayotganlar manzil ma'lumotini to'g'ri saqlashi juda muhim. Chunki ayrim yordamlar yashash sharoiti, oila tarkibi yoki parvarish holatiga bog'liq bo'ladi. 4-masala ish staji va qayta hisoblashdir. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Kimdir bog'chada hamshira bo'ladi. Kimdir xususiy korxonada mehnat qiladi. Kimdir yakka tartibdagi tadbirkor sifatida soliq to'laydi. Agar qonunchilikda qayta hisoblashga asos bo'ladigan qo'shimcha staj yoki badallar hisobga olinadigan bo'lsa, odam o'z huquqini bilishi kerak. Lekin bu yerda bir nozik joy bor. Men ishladim degan gapning o'zi yetarli emas. Ish rasmiy bo'lishi, ish haqi yoki to'lovlar tegishli bazalarda ko'rinishi, mehnat shartnomasi yoki elektron mehnat daftarchasida qayd bo'lishi muhim. Masalan, 62 yoshli erkak pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil davomida korxonada rasmiy ishladi. Har oyundan tegishli to'lovlar ushlab qolindi. Ish beruvchi hisobot topshirdi. Bunday odamda pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin boshqa bir odam qo'shnisining do'konida kelishuv asosida rasmiy shartnomasiz ishlagan bo'lsa, u men ham 2 yil ishladim desa ham tizimda staj ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchidan rasmiylikni talab qilsin. Og'zaki kelishuv bugun qulay tuyuladi. Ertaga pensiya hisobida foyda bermasligi mumkin. 5-masala nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik va ijtimoiy pensiyalar bo'yicha hujjatlardir. Bu toifadagi pensiyalarda muddat, tibbiy xulosa, qayta ko'rik, o'qish ma'lumotnomasi yoki oila tarkibi kabi shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishni tugatsa, akademik ta'til olsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Nogironlik bo'yicha esa ayrim holatlarda qayta tibbiy ko'rik sanasi muhim. Sanani o'tkazib yuborish to'lovini vaqtincha to'xtatib qo'yish yoki qayta rasmiylashtirishni cho'zishi mumkin. Kimlar albatta xavotirlanmasdan, lekin jiddiy tayyorlanish kerak. Birinchi navbatda hujjatlarida farq bor pensionerlar. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar, eski hujjatda esa otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Ikkinchi navbatda bank kartasi muddati tugayotganlar. 3-navbatda boshqa hududga ko'chganlar. 4-navbatda ishlayotgan pensionerlar. 5-navbatda nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. 6-navbatda pensiya miqdoridan norozi bo'lib, eski staj yoki ish haq hujjatini keyin topganlar. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, har oy pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha qayta hisoblash talabi bo'lmasa va pensiya turiga oid muddatli hujjatlaringiz bo'lmasa, katta ehtimol bilan sizga faqat tekshirib qo'yish kifoya. Lekin xavotir qilmaslik degani, umuman e'tibor bermaslik degani emas. Men bunday pensionerlarga ham kamida 3 narsani tekshirishni maslahat beraman. Pasport yoki ID muddati, bank kartasi muddati, telefon raqami va SMS xabarlar. Keling, real hayotga yaqin bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: 68 yoshli onaxon har oy 1,1 million so'm pensiya oladi. U bank kartasidan foydalanmaydi. Pensiyani asosan farzandi yechib beradi. Karta onaxon nomida, lekin SMS farzandining eski raqamiga ulangan. Eski raqam ishlamay qolgan. Iyul oyida karta bo'yicha tasdiqlash, bank xabarnomasi yoki almashtirish zarur bo'lsa, oila buni kech biladi. Natijada pul tushganmi, tushmaganmi, karta bloklanganmi, hech kim aniq bilmaydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l onaxon bilan bankka borish, amaldagi telefon raqamini ulash. Karta muddatini tekshirish va ishonchli vakil orqali ishlash kerak bo'lsa, hujjatni qonuniy rasmiylashtirish. Ikkinchi vaziyat: 63 yoshli otaxon pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil qurilish firmasida rasmiy ishlagan. U pensiyasi oshishi kerak deb o'ylaydi, lekin hech qanday ariza bermagan. Ish beruvchi elektron tizimda hammasini kiritgan bo'lishi mumkin. Lekin qayta hisoblash uchun pensionerning murojaati yoki tizimdagi ma'lumotlarni aniqlashtirish talab qilinishi ehtimoli bor.
Men bunday odamga kutib yuravermang deyman. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, qo'shimcha staj hisobga olinganini so'rang. Kerak bo'lsa ariza yozing, ish joyingizdan ma'lumotlarni tekshirtiring. 3-vaziyat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 20 yoshli talaba bor. U kunduzgi ta'limda o'qiydi, lekin yozda boshqa universitetga o'qishini ko'chirmoqchi. Agar ta'lim ma'lumoti tizimda uzilib qolsa yoki yangi joydan tasdiq kechiksa, pensiya bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bunday holatda talaba o'qishni ko'chirish hujjatlarini, buyruq nusxasini, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlovchi ma'lumotnomani tayyorlab qo'yish kerak. Men baribir o'qiyapman-ku degan gap yetmaydi. Hujjat baza mos bo'lishi kerak. 4-vaziyat. Bir ayolning mehnat daftarchasida 1995-1992 yillardagi ish joyi bor, lekin korxona allaqachon yopilgan. Pensiya hisoblanganda bu davr to'liq olinmagan deb gumon qiladi. Bunday holatda arxiv ma'lumoti, sobiq korxona hujjatlarini saqlayotgan tashkilotdan ma'lumot, ish haqi bo'yicha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Bu bir kunda hal bo'ladigan ish emas. Shuning uchun iyuldan keyin talablar kuchayganda navbatda qiynalmaslik uchun oldindan arxivga so'rov berish foydali. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar pensiya to'xtab qoladi degan gapni eshitib vahimaga tushadi. Men buni aniq aytaman, har qanday o'zgarish ham pensiya to'xtaydi degani emas. Ko'pincha gap ma'lumotlarni yangilash, hujjatlarni moslashtirish, to'lov kanallarini aniqlashtirish yoki huquqni tasdiqlash haqida bo'ladi. Agar pensioner qonuniy asosda pensiya olayotgan bo'lsa va ma'lumotlari joyida bo'lsa, u qo'rqmasligi kerak. Lekin beparvo ham bo'lmasligi kerak. Ikkinchi xato, pensioner nomidan hamma ishni farzandi og'zaki bajarishi. Farzand yordam berishi juda yaxshi. Lekin ayrim ishlar uchun pensionerning shaxsan o'zi borishi yoki notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa bank kartasi, hisob raqami, shaxsiy ma'lumot, pensiya ishga oid ariza kabi masalalarda men o'g'liman, men keliniman, men nevarasiman degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Agar pensioner yura olmasa, uyda parvarishda bo'lsa, qonuniy vakillik yoki ishonchnoma masalasini oldindan hal qilib qo'yish kerak. 3-nozik jihat, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lish. Ba'zi pensionerlar farzandining oldiga bir necha oyga chet elga ketadi yoki boshqa viloyatda yashaydi. Bunday holatda pensiya to'lovi, bank kartasidan foydalanish yashash manzili, zarur xabarnomalarga javob berish kabi masalalar oldindan o'ylanish kerak. Agar bank kartasi O'zbekistonda qolsa, uni boshqa odam ishlatsa, bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham, huquqiy jihatdan ham ehtiyotkorlikni talab qiladi. Men hech qachon kartaning PIN kodini ko'pchilikka berishni tavsiya qilmayman. Eng to'g'ri yo'l ishonchli shaxsni qonuniy rasmiylashtirish yoki bank bilan xavfsiz yechimni kelishish. 4-masala ortiqcha to'lovlar. Ba'zan odam pensiyani olayotganda huquqiga ta'sir qiladigan holat o'zgargan bo'ladi, lekin xabar qilmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish tugagan, nogironlik bo'yicha muddatli xulosa tugagan yoki boshqa shart o'zgargan. Keyin tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Bu juda og'ir holat, chunki odam pulni sarflab bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Agar sizning pensiyangiz muayyan shartga bog'liq bo'lsa, shart o'zgargan kuni yoki imkon qadar tezroq tegishli idoraga xabar bering. 5-nozik jihat. Pensiya miqdori oshishi va qayta hisoblashni adashtirish. Har yili pensiyalar indeksatsiya qilinishi yoki oshirilishi mumkin. Bu umumiy oshirish hisoblanadi. Lekin qayta hisoblash boshqa narsa, u staj, ish haqi, qo'shimcha hujjat, nogironlik guruhi, pensiya turi yoki boshqa asoslar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar hammaniki oshdi, menikiga kam qo'shildi deb o'ylaydi. Bunda pensiyaning boshlang'ich miqdori, ish staji, o'rtacha ish haqi, qo'shimcha ustamalar. Eng kam miqdor bilan bog'liq normalar farq qiladi. Agar siz miqdordan shubhalansangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi gapga emas, rasmiy hisob kitobga tayanganingiz ma'qul. 6-xato, eski hujjatlarni tashlab yuborish. Men ko'p ko'rganman, pensioner bu eski qog'ozlar kerak emas deb mehnat daftarchasi nusxasini, ish haqi ma'lumotnomasini, arxiv javobini, sud qarorini yoki nikoh guvohnomasini yo'qotib qo'yadi. Keyin qayta tiklash uchun o'ylar ketadi. Ayniqsa Sovet davridagi korxonalar, kolxoz, sovxozlar, yopilgan zavodlar, nomi o'zgargan tashkilotlar bo'yicha hujjat topish oson emas.
Shuning uchun barcha hujjatlarni alohida papkaga joylang, nusxa oling, farzandlaringizga qayerda turganini ayting. 7-chi nozik jihat telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Pensionerlar orasida firibgarlar juda ko'p. Kimdir pensiyangiz oshishi uchun karta raqamini ayting deydi. Kimdir 1-iyuldan ro'yxatdan o'tmasangiz pensiyangiz bekor bo'ladi. SMS kodini ayting deydi. Men qat'iy ogohlantiraman hech kimga SMS kodini. Bank kartasi PIN kodini, to'liq karta ma'lumotlarini bermang. Rasmiy idora sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga yoki tegishli idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddatini ko'ring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Solishtiring. Mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi kabi asosiy hujjatlarni bir joyga jamlang. Agar hujjatlarda farq bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, bank masalasini hal qiling. Pensiya tushadigan karta muddatini tekshiring. Bank ilovasidan foydalansangiz, hisob faol ekanini ko'ring. Ilovadan foydalanmasangiz, bank bo'limiga boring yoki ishonchli yaqinlaringiz bilan birga aniqlashtiring. Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganmi? SMS xabar ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bularni bilib oling. Agar pensioner kartani o'zi ishlata olmasa, qonuniy va xavfsiz yo'lni tanlang. 3-qadam. Pensiya hujjatlaringizni tartiblang. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, stajni tasdiqlovchi ma'lumotlar, arxiv javoblari, oldingi ish joylaridan ma'lumotnomalar, sud qarorlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Men maslahat beraman, har bir hujjatdan kamida 2 nusxa qiling. Bitta nusxa uyda qolsin, bittasi kerak bo'lganda olib borish uchun tayyor tursin. Imkon bo'lsa, telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl hujjatni yo'qotmang. 4-qadam, rasmiy joydan ma'lumot oling. Mahalladagi mish-mishlarga yoki Telegramdagi tasdiqlanmagan xabarlarga tayanmang. Pensiya jamg'armasi bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, rasmiy veb-saytlar, bankning rasmiy aloqa kanallari orqali aniqlashtiring. Agar murojaat qilsangiz, og'zaki gap bilan cheklanmasdan ariza raqamini, murojaat sanasini, qabul qilgan xodimning ma'lumotini yozib oling. Bu keyin javobni kuzatish uchun kerak bo'ladi. 5-qadam, agar qayta hisoblash kerak deb o'ylasangiz, asos tayyorlang. Menga ko'proq chiqish kerak edi deyishning o'zi yetmaydi. Qaysi davr stajiga kirmagan, qaysi ish haqi hisobga olinmagan, qaysi hujjat keyin topildi, qaysi imtiyoz sizga tegishli? Shu savollarga javob tayyor bo'lsin. Masalan, 1979-1906 yillarda ishlagan bo'lsangiz, korxona nomi, manzili, lavozimingiz, ishga kirgan va chiqqan sanangiz, arxi qayerda bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot to'plang. Shunda ariza aniq bo'ladi va ko'rib chiqish osonlashadi. 6-qadam. Muddatli hujjatlarni alohida nazorat qiling. Nogironlik bo'yicha qayta ko'rik sanasi, talabalik ma'lumotnomasi, parvarish hujjati, ishonchnoma muddati, bank kartasi muddati, bularning barchasini kalendarga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ham ayting. Masalan, karta sentyabrda tugasa, avgustda almashtirib qo'yish kerak. Nogironlik ko'rib oktyabrda bo'lsa, hujjatlarni sentyabrda tayyorlashni boshlash kerak. Oxirgi kunga qoldirilgan ish ko'pincha muammo keltiradi. 7-qadam, agar pensioner yura olmasa, oldindan vakillik masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma. Qonuniy vakillik, ijtimoiy xodim yordami yoki uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyatlari haqida so'rang. Har bir hudud tartib va imkoniyatlar farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Eng muhimi, pensionerning o'zi himoyasiz qolmasin. 8-qadam, xavfsizlikni unutmang. Karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi, paroli, pasport ma'lumotlari begona odamlarga berilmaydi. Agar kimdir pensiyangiz oshadi, kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy xodimlar ham shaxsiy bank parollaringizni so'ramaydi. Agar pensionerning telefoni eski bo'lsa yoki ko'p odam ishlatsa, bank xabarlarini nazorat qilish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda farzandlar yordam berishi kerak, lekin hammasi ochiq va ishonchli bo'lsin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1 iyuldan keyingi talablar odamlarni qiynash uchun emas, tizimni tartibga solish, to'lovlarni aniq manzilga yetkazish.
noqonuniy yoki xato to'lovlarning oldini olish va haqiqiy huquqi bor insonlarga o'z vaqtida yordam berish uchun kerak. Lekin har qanday tizim hujjat bilan ishlaydi. Sizning haqiqatingiz qanchalik to'g'ri bo'lmasin, hujjatda aks etmasa, uni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun tayyorgarlikning asosiy ma'nosi ham shu: o'z huquqingizni hujjat bilan himoya qiling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala vahimaga tushish emas, balki tartibli tayyorgarlik ko'rishdir. Pasport yoki ID kartani tekshiring, bank kartasi va telefon raqamini aniqlashtiring. Pensiya hujjatlarini bir joyga jamlang. Manzil va shaxsiy ma'lumotlarni to'g'rilang. Muddatli hujjatlarni nazorat qiling va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bugunoq hujjatlarni ko'zdan kechiring. Bitta kichik tekshiruv ertangi katta muammoning oldini olishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qanday talablar tushuntirilmoqda? Bank kartasi, hujjat yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Men sizlarning savollaringizni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va pensiya yoshidagi yaqinlaringizga albatta yuboring.